Bugun Ibroniylarga maktubining 9-bobiga murojaat qilib, otaning yerga ikkinchi marta kelish ma'nosini tushunaylik va Xudoning kalomini birgalikda o'rganaylik. Keling, 9-bob 27-oyatga nazar tashlaylik. Inson zoti bir marta o'ladi, so'ng Xudo tomonidan hukm qilinadi. Shu singari Masih ham ko'plarning gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun bir marta qurbon bo'lib o'ldi. Bu dunyoga u qaytib keladi. Bu safar u gunohlarni yuvish uchun emas, balki uni intizorlik bilan kutayotgan odamlarga najot berish uchun keladi. Birinchi marta kelganida, u bu yerga gunoh qurbonligi sifatida hojda olish uchun kelgan va ikkinchi kelganda butun insoniyatni qutqarish uchun kelgan. Xo'sh, otamiz Xudo ikkinchi marta kelganida bizni qutqarish uchun yolg'iz kelishini aytdimi? U bizni qutqarish uchun kim bilan birga paydo bo'ldi? Ota Xudo va Ona Xudo, ya'ni Ruh va kelin, kel dedilar. Chunki faqat Xudo bizga najot bera oladi. Oxir-oqibat Ota Xudo va Ona Xudoni izlash bizning najot topish yo'limizdir. Boshqacha qilib aytganda, bu biz yo'qotgan abadiy osmon shohligiga erishishning eng muhim va eng qisqa yo'lidir. Shuning uchun Xudoni bilishga intiling, dedi. U bizga Xudoni bilish uchun barcha sa'y-harakatlarni qilishimizni aytdi. Keling, Hosha kitobining 6-bobiga nazar tashlaylik. Keling, 3-oyatni qaraylik. Kelinglar, egamizni bilishga intilaylik. Xudo degani. Keling, Xudoni taniylik. Boshqa versiyada biling. Tong otishi muqarrar bo'lganday, u albatta bizga zohir bo'ladi. Kuz va bahorda yomg'ir yog'ishi tabiiy bo'lganday, u albatta oldimizga keladi. 6-oyatga qarang. Zero men qurbonlikni emas, rahm, shafqatni istayman. Xudo nimani xohlaydi? Kuydirilgan qurbonliklarni emas, meni tanib, bilishingni afzal ko'raman. Biz ko'p qurbonliklar keltirishimiz, ya'ni Xudoga sajda qilishimiz yaxshi, ammo undan ham yaxshisi bizning Xudoni to'g'ri bilishimizdir. Xo'sh, bugun yer yuzidagi ko'plab cherkovlar Masih An-Sanghongning yangi nomini bilishadimi? Ular bilishmaydi. Ular Ota Xudoni bilmaganliklari sababli ular Ona Xudoni ham bila olmaydilar. Buning sababi muqaddas kitobda faqat Ota Xudo orqali Ona Xudoning mavjudligini bilishimiz mumkinligi bashorat qilingan. Shuning uchun biz Xudoni bilishga va Ona Xudoni to'g'ri qabul qilishga intilishimiz kerak, toki abadiy osmon shohligiga kirish imkoniyatini boy bermaylik.